Fazo. Tun chog'i ochiq havoda siz yulduzlarni ko'rishingiz mumkin. Yerdan ularga boqsangiz, juda olisda va kichkina ko'rinadi. Ammo siz ko'rgan osmon, ya'ni fazo, bizning galaktikamizga o'xshash o'z quyoshi, sayyoralari bo'lgan galaktikalar uchib yurgan bo'shliqning kichik bir qismi xolos. Fazo cheksizlikdir. Hatto eng kuchli teleskopda ham uning chegarasi qayerda ekanini ko'rib bo'lmaydi. Tez o'qidmi? Tez o'qiganim uchun tushuna olmadingizmi? Bu kim? Lay. A? Lay. Kim bu? Kosmonavt. Kosmonavt. Bu SSR sobiq Sovet davrida birinchi kosmosga chiqqan inson Yuriy Gagarin bo'lgan. Uni mana shunaqa kiyimi, shunaqa orqasidagi havo qopchasi, mana shunaqa uzun shlankalar unga kislorod berib turgan. Buni boshida kaskasi, mana bu yerda probkachalari bor, ko'ryapsizmi? Mana uzun shlankasi bor, havosi o'tadi, boshida kaskasi bor, bo'ti mundoq ochiq. Shu ochiq joydan bu yulduzlarni mundoq ko'rgan, mundoq. Tushundingmi? Bo'pti. Mana buni oyoq kiyimi, ishtoni, даже bu kombinezon hammasi ulangan ekan bir-biriga. Men alohida deb o'ylabman. Bu ulangan. Google'dan siz uchun bu kiyim haqida maxsus ma'lumot topib aytib beraman, xo'p? Bu haqida to'liq ma'lumotga ega emasman. Bo'pti. Xo'p, teleskop degani bu narsa. Teleskop, mana biz kechqurun osmonga qarasak, yulduzlarni ko'ramiz, to'g'rimi? Lekin osmonda shunaqangi ko'p yulduzlar borki, bu yulduzlar kattaligi jihatdan hatto quyoshdan katta. Quyosh eng katta-yu biz uchun. Bo'yimiz yetmaydi. Yo'q, bo'yimiz yetmaydi quyoshga. Tepada? Ha, tepada quyosh. Saqasiq bo'yimiz yetmaydi. Yo'q, yetmaydi. Voy, aqandoq chaqishgaya. Arqon qo'yib? Yaxshi fikr lekin. Qanaqa qilamiz arqonni? Tomdan arqonni nimaga ilintiramiz? Shapandaydan. Spiderman uni ushlab turadimi? Bu ham o'zi bir narsaga osilib turishi kerak. Osmonda hech narsa yo'q. Qanaqa qilib u chiqadi? Yo'q, talida pasta to'sadi, samolyot ochadi. Ha, samolyotlar qanaqa uchadi? Uchadi. Samolyotlar lekin oxiri uchirib yiqilib tushishi mumkin-ku. Yo'q, oyisi utyapti, oyisi. Oyisi? Zo'r utyapti. Ha, zo'r uchadimi? Ha, oyisi. Bo'pti. Oyisi, adasi, bola samolyotlar ham bor-a? Bola samolyotlar bo'lsa. Aq samolyot o'tibdi tomda. To'g'ri. Sistemodis mantoloda. Kim bilan qo'rqding? Sistemodis mantoloda. Bitta o'zing qo'rqmading. Ha? Ha. Dodela sistemodis. Ha, mayli. Keyingi safar samolyot tushsa meni chaqiring, xo'p? Bo'pti. Bu teleskopda mana shu katta dumaloq narsasi yulduzlarni suratga olishga yordam beradi. Uzodagi mayda yulduzlarni harakati. Ata baland buni. Xo'p. Shu joyda video tugatamiz. O'chiringlar.